Shu o'rinda esimda borida aytib o'tib ketay. Man sog'lig'im, xotira faoliyatimga ham ta'sir qilgan bu tan jarohati. Miyamda ham travma bo'lgan o'shanda. Ko'pchilik tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Uyi yo'q edi, bularni ko'chada yurishuvdi deb. Yaxshi insonlar bor ekan. Mana ayolimni nimasi, qarindoshlari nima qildi. Endi ming afsus, erkak kishiga bu qanchalik og'ir bo'lsa ham ilojim yo'q. Hozirda shularni uyida o'tiribman, qarindoshini uyida. O'shanga bularni sog'ligim sal o'zimga tiklab olib, shundan keyin mana chiqish qilyapman. Sog'ligim ancha darajada umidni uzgandim men. Belimda ham grija bor edi. O'rta qo'rg'on degan joy bor ekan. Mana Qo'qonda ham davolanib, Xudoga shukr, oyoqqa bo'lmasa ham shu nimaga turib, koleskada o'tiradigan holatda bo'lib, undan keyin yana bitta tabib bor ekan, hijoma. Shu kuzatuvchilar ham ming rahmat, bittasi kommentariyada yozgan, hijoma borsin ayol ikkalasi deb. Hijoma oldim, haqiqatdan shu qonlar go'shtga aylanib ketgan ekan, qotib qon tomirni qisyapti ekan. O'sha uchun endi sal o'zimga kelib olib chiqish qilyapman. Endi boyagi moddalarga qaytadigan bo'lsak, moddalardan ko'rib olaveramiz. Qurolli kuchlar rezervchi xizmatchilar to'g'risidagi qonunchilik qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat deyapti. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar rezervchi xizmatchilar to'g'risida kerak-keraklarni o'chirib ketyapmiz. Mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori 2019-yil 12-sentyabr kuni 44-47 sonli boya yuqorida aytib o'tgan qaror. Mana shu qarorning ichida hamma narsa yozilgan. Mana o'shalardan bittasini o'qib nima qilaman. 12-moddasi rezervchilar xizmati. Ya'ni xizmatdamiz hozir ham biz. 4 ta xizmat bo'ladi, harbiy xizmatni bilasizlar. O'sha oxirgi 4-si rezervchilar xizmatiga men kiraman. Endi uni majburiyati va nimasi hozir o'qib beraman sizlarga. Ya'ni men qiladigan vazifalar prezident qaroriga asosan qurolli kuchlarni qo'shilmalari, harbiy qism va bo'linmalarini urush davrida shtatlariga qadar butlash, shuningdek urush davri tuzilmalarini kengaytirish maqsadida haqiqiy harbiy xizmatni hamda safarbarlik chaqiruvi rezervdagi xizmatni o'tagan oddiy askarlar, serjantlar va ofitserlardan bo'lgan harbiy xizmatga majburlar uchun umumiy harbiy majburiyat asosida joriy etiladi harbiy xizmat turidir. Joriy etilgan harbiy xizmat turi deyapti. Mana aytgan gapim asosan. Sal kattalashtirib o'qimasam o'qishga qiynalmayapman salgina. Harbiy xizmat turlari. Boya aytganim 4 ta harbiy xizmat turi bor. Mana muddatli harbiy xizmat, safarbarlik, kontrakt bo'yicha harbiy qurolli kuchlar harbiy xizmatni o'tagan rezervchilar xizmati. Harbiy xizmatchiman mana. 44-47 sonli nima bo'yicha? Haqiqiy harbiy xizmat tugallaganman, pensiya chiqqanman. Undan keyin mana yana harbiy xizmat chiqib tayinlab o'tkazib qo'yibdilar qaror bo'yicha. Ozodlikdan cheklash harbiy xizmatchilar, chet el fuqarolari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan tayinlanmaydi. Mana ozodlikdan cheklash menga berib qo'ydi bular. Sirazi keyin o'zlari yechdi. O'zlari berdi, o'zlari yechdi, lekin hech qanaqa qog'oz yo'q u bo'yicha.
Menimcha bu qonuniy o'tkazilmagan, rasmiy qilinmagan narsa. O'shani ham tagiga yetishimiz kerak. O'sha uchun buni tagiga yetadigan odamlar o'zi ham yo'q. So'ragan bilan aytmayapti. Mana qonunda belgilangan lekin. Ya'ni bu narsa plenum qarorida ko'rsatilgan ekan. Plenum qarorini 48-moddasida ekan. Harbiy xizmatchilar, chet el fuqarolari, shuningdek O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan tayinlanadi. Mana menga berib qo'ydi, harbiy xizmatchi bo'lishimga qaramasdan rezervdagi harbiy xizmat turlarini hozir o'qib eshittirdim. Shunda ham berdi bular, mayli. Xo'p, buzilgan qoidalarni o'qishni davom ettiraveramiz. Hukumatning 250-sonli qaroriga ilova qilingan vaqtinchalik tartibga asosan har bir sektor bo'yicha mahallada temir daftarga quyidagi toifa va oilalar kiritiladi. 4 va undan ortiq farzandli moddiy ko'makka muhtoj oilalar. Bunga kiritgani yo'q bizani. Ijtimoiy yordamga 2-3 guruh nogironi, 1-2 guruh nogironi bo'lgan a'zolar mavjud oilalar. Mana temir daftarga mayli kirit demayman, lekin qayta bizaga mana shu vaziyat bo'yicha bir martalik olinadigan moddiy yordamlar bir marta urush janjallar bilan 1 oy yurib izida, 2 oy yurib, ayolim bir marta to'lab berdi, u ham arzimas qanchadir pul chiqarib berdi. Tak. Prezident qarori 10-sonli qarori 2023-yil 20-yanvar. Bu nimalar to'g'risida? Ichki ishlar organlari xalqchil professional tuzumga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlash yo'naltirilgan bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori prezidentni. Bu qarorning 6-moddasiga e'tibor berasizlar. Ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tuzishni yaratish. Ya'ni mana jamoatchilik nazorati. Mana jamoatchilik nazoratini tuzyapmiz qarorga asosan. Maqsadida ichki ishlar vazirligi va uning hududida bo'linmalarda jamoatchilikka asosan doimiy faoliyat yurituvchi maslahat kengashi. Maslahat kengashi men telefon qilib so'raganman. Ichki ishlardan mana shunday maslahat kengashi. Ana uchastkoydan videoga qo'yilgan joyi bor. Qaysi qaror deb turib, qaysidir kechqurun kelganda gaplashsam, keyin gaplashamiz, hali qayergacha borishingni bilamiz deb ketgan videoning oxirida men shu qarorni so'raganman aslida. U qayerda yo'q, qarorlarni aytib o'tibdi. Soha olimlari organi hisoblanadi. Bularga kimlar kiradi? Soha olimlari, faxriylar va jurnalistlardan iborat jamoatchilik kengashi tuzilsin. Ana boringki jurnalist yo'q edi o'sha yerda deylik, lekin bo'lishi kerak edi. Bo'lmasa ana masalan mana shu kanalda ham ayrim blogerlarimiz yordam bilan ochilgan kanalda nimasi ham mana 9000 necha ham 9,5 mingmi obunachi bor masalan. Mana jurnalistika, masalan bloger bilan jurnalistika hozirgi siyosatda bir xil o'rinda turibdi. Qonunga ham kiritildi bu narsalar. Meni qo'shib qo'ysa bo'lardi ichki ishlar. Naborot bulozni videoga olgan sari jazavasi tutib, mazasi qochib qoldi ichki ishlar. Endi albatta o'zi jazolanish xohlamaydi. Tagida yozib qo'yibdi, ichki ishlar xodimi xatoliklarga yo'l qo'ysa, ularni xizmat faoliyati ko'rib chiqilsin, xizmat surishtiruv olib borilsin deb jamoatchilik kengash tuzilsin. Mana ketdi. Tak, xodimning talabiga ko'ra majburiy tartibda ish haqi saqlanmagan holda ta'til berish. Mana mehnat kodeksi bo'yicha 1-2 guruh nogironi bo'lgan shaxslar har yili 14 kalendar kungacha. Bularni endi so'raganman, kelmadi, to'g'risi o'tib ketdi. So'ragan bilan bermadi ham. Urush janjallar bilan bergan bo'lishi mumkin, lekin o'sha 14 kunlik qolib ketdi. Tak, Qo'shko'pir rasmiy kanali bor. O'shanga ham to'xtalib o'taman. Qo'shko'pir rasmiy kanali, Telegram kanali bloklangan. Faqat xodimlar uchun. Faqat uni kuzatishingiz mumkin. Mulohaza qila olmaysiz, jamoat nazorati o'rnata olmaysiz plan ustidan.
qani jamoatchilik nazoratini qo'yib bersa, o'sha yerda kommentariyada shirin-shirin, chiroyli-chiroyli gaplar yozilardi bularga. Ular o'zlaricha mana xatlov jarayoni bo'yicha nima qilgan, aylanib fuqarolar bilan suhbatlashgan, lekin aynan bizani oldimizga kelmagan. Nogironmas odamlar oldiga kelgan lekin. Bu yerda mana ijtimoiy yordamga muhtoj ko'rsatilgan ekan kirish, lekin kirmagan. Birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek tezkor tibbiy muolajaga muhtoj, ehtiyojmand xotin-qizlar, mehnatga layoqatsiz, o'zgalar parvarishida, shuningdek tezkor tibbiy muolajalar muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar hamda fuqarolar deb o'tib ketgan. Mazkur holat yuzasidan to'plangan materiallar asosida O'zbekiston bu yerda sudya pora bilan qo'lga tushyapti. O'sha narsa sudya bilan pora bilan hokimiyat lavozim suiiste'mol qilish. O'qib yetkazaman mana. Lavozim bo'yicha davrda o'z ish yurtuvida bo'lgan qurilish firmasi rahbari va boshqalarni Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan ayblashga oid jinoiy ishlar ko'rib chiqish jarayonida hokimiyat harakatsizligi dalillarini soxtalashtirish, adolatsiz hukm chiqarish hamda tovlamachilik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan to'plangan materiallar asosida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Jinoyat ishlari bo'limi Sergeli tumani sudining sobiq sudyasiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165, 208, 230-prim 1 va 231-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Bu degani sudyalar Davlat xavfsizlik xizmatining xodimlarining qo'lida-ku. Ya'ni menga tan jarohati yetkazgan jinoyatchining qo'lida-ku. Qanday uni surishtiruv o'tkazib oladi hozir? O'rtada manfaatli to'qnashuv bor-ku. Xullas. Matkarimov Doniyor Sadullayevich sertifikat O'zbekiston Respublikasi malaka oshirish haqida. Men maktabda ishlab yurgan payti sertifikatlarni hammasini olganman. Lekin ming afsus, mana bu narsalar ham qolib ketdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qarorlari ma'naviy zararni qoplash haqida qonunchilik qo'llashni ayrim masalalari to'g'risida ma'naviy zararni qoplash haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti o'rganish natijalarini muhokama qilish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum ma'naviy zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lgan mansabdorlar tartibga soluvchi qonun hujjatlari turligi, ularni kuchga kirish muddatlarini harakatini o'rganadi. Ya'ni qonunda belgilangan hollarda da'vogarlar davlat boji to'lashdan ozod qilinishlari hamda nazarda tutilishi lozim. Bizlarni nazarda tutyapti. Endi ma'naviy zararga berdik, haqiqatdan nima pul so'ragani yo'q. Boj jinoyat harakatlari oqibatida yetkazilgan moddiy zararni undirish to'g'risida shakllardagi mulkiy daxlsizligini ta'minlashda davlat hamda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu toifadagi ishlar sudlar tomonidan asosan qonuniy hal etiladi. Mana qonuniy hal etilgani. O'zi sud tashkilotini yopaverish kerak ekan sekin. Shu bilan birga ayrim sudlar har doim ham fuqaroviy da'voni ta'minlash choralarini ko'rmaydilar. Tergov organlari tomonidan mol-mulkni o'z vaqtida xatlamaslik holatlariga ba'zi tegishli munosabat bildirilmaydi. Zararning miqdori va xususiyati to'g'risida dalillarni to'liq tekshirilmaydi. To'g'ri yozib qo'yibdi mana. Plenum qarorida. Xatlamagan vaqtida, boya aytib o'tganimdek, mol-mulkini birov nomiga o'tkazib tashlagan. Lekin xatlash kerak edi. Sudyalarning majburiyatiga kiradi mana. Plenum qarorida yuklatilgan majburiyatiga. Xatlamadi. Endi bularga bosim bo'lgani aniq ko'rinib turibdi mana. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qaror qiladi. Sudning
e'tibori jinoyat oqibatlarida yetkazgan zararni undirish to'g'risidagi qonunlarga aniq va og'ishmay amal qilinishi zarurligini qaratilsin. Plenum qarorini ham kim chiqaradi? Oliy sud raisi ko'pga borsa Oliy sudlar sudyalar kengashi nimasi raisi Xolmo'minovmi kim? O'sha uchun umid qilmay qo'yaveramiz bu qonundan boshqa. Jinoiy harakat oqibatlarida moddiy zarar yetkazgan har bir ish yuzasidan hukm chiqarishda sud fuqaroviy da'voni hal etishi, agar bunday da'vo keltirilmagan bo'lsa, moddiy zararni undirish haqidagi qarorni o'z tashabbusiga ko'ra chiqarishi mumkinligi haqida masalani muhokama qilishi lozimdir. Sud muhokamasini qoldirmay ko'rib, da'vo hujjatini aniqlash imkoniyati bo'lmagan va zarar miqdori jinoyatchilarning tavsiyasiga sudlanuvchiga tayinlanadigan jazo miqdori hamda hukm chiqarishda yuzaga keladigan boshqa masalalar hal etishga ta'siri bo'lmagan alohida hollarda sud O'zbekiston Respublikasi qonunlari talabiga ko'ra fuqaroviy da'vogarning fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibi da'vo miqdorini hal etish uchun talab etilishi huquqini e'tirof etishi mumkin. Surishtiruv olib borish, dastlabki tergov yoxud ishni sudda ko'rish chog'ida yolg'on ko'rsatuvlar berish uchun guvohni yoki jabrlanuvchini yoki yolg'on xulosa berish uchun ekspertni yoxud noto'g'ri tarjima qilish uchun tarjimani pora evaziga og'dirib olish, xuddi shuningdek ularni yoki ularning yaqin qarindoshlarini ruhiy, psixologik, jismoniy ta'sir ko'rsatish yoki boshqacha tarzda ta'sir ko'rsatish orqali yolg'on ko'rsatuv berishga majbur qilish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash bilan mahrum qilish bilan jazolanadi deyapti. Agar u uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlagan bo'lsa deyapti. Uyushgan guruh, mana uyushgan guruhga bu yerda hozir til biriktirgan deb o'ylayapman, ekspertni. Nima desa, prokuratura ketgan, men uni ekspertni nimaga sudga chaqirtirganda. Nima uchun aynan man chaqirtirganda ketgan? Bosh prokuror shaxsan chaqirgan deyapti. Rozi qilib kelgandir-da, rozi qilib kelib turib sudga qatnashib turib, sudyaga aytdi, telefoningizni ko'taring dedi-da. Balkim bosh prokuror telefon qildimi? Baribir mansab vakolatiga kiradi. Vakolatli organ prokuratura. Sudni ham nazorat qila oladi. Mana shu nimalar uchun. O'sha uchun ming afsus, mana bularga qamoq jazosi tayinlanishi kerak ekan o'zi aslida. Surishtiruvni olib borish, dastlabki tergov yoxud dastlabki tergovdan mana tergovchini o'zi jinoyatchi bo'lib chiqyapti mana. Tergovchi, ekspert